Yaxshi, radnoyim zalotoyim yaqinim. Okalar, ertaga 5-aprel Sergeli mashina bozori yakshanba. Kelinglar, aylanib mashina narxlarini oshganmi, tushganmi ko'rib ketardinglar. Men hozir mana Donfenning ichida o'tiribman. Ertaga kelsanglar qora choymi, ko'k choy ichib, mazza qilib, burchalarda suhbatlashib, gaplashib turardi. Agar qora choy achchiq bo'lib ketgan bo'lsa, limon choy ichamiz. Kelinglar, narx-navolarni ko'rib ketardinglar. Lekin bugun shanba, mana 4-aprel, hech kim yo'q. Ertaga kelsanglar, nur ustiga a'lo nur bo'lardi. Sergeli mashina bozorida mana zapchastlar bor, arzon narxlarda. Mashinanglarga nimalardir olmoqchi bo'lsanglar, o'ta jiddiy arzon. Yaxshi okalarim, joninglar sog' bo'lsin. Xonadoninglarda yaxshi kunlar, to'ylar bo'lsin. Hamisha xursandchilik bo'lsin, martabanglar bundan ham ulug' bo'lsin. Lekin mana shu mashina menga rosa yoqdi-da, nima bu? Jonfenmi? Lekin zo'r ekan-da. Mana qarang, odamni zo'r ko'rsatar ekan. Lekin bakoylari ajoyib va g'aroyib. Kelinglar, men ertaga chetlarda aylanib, burchaklardan qarab, tomosha qilib turaman. Yaxshi narxlarda mashinalar chiqib qolsa, shundoq chiqib obzor qilib beraman.